Yana bir bora assalomu alaykum, hurmatli go'zaldan go'zal aziz opa-singillarim, mard o'g'lon ukaxonlarim, nima deymiz? Men bugunda mana pasportim. Qandim Nozaxon, o'zingiz ayting, mana pasportim. Bugun mana ko'rib turganinglardek, Dilfuza opamlar pasportlari bilan ofitsialniy Faberlik kompaniyasidan registratsiyadan o'tdilar. Ya'ni Faberlik kompaniyasining rahbari Man Yaxshiboyeva Dilnoza bilan birgalikda ish boshladik va sizlarga shuni aytib o'tmoqchiman. Dilfuza opam bekorga bu kompaniyada ish boshlamadilar. Albatta. Chunki bu kompaniya bitta O'zbekiston bo'yicha emas, dunyo bo'yicha 45 ta davlat bilan hamkorlikda qonunan ishlaydi. 45 ta davlatdan bittasi bizni O'zbekiston hisoblanamiz. Sizlar uyda o'tirgan holda internet orqali 44 ta davlat bilan ham bemalol o'zingizlarni biznes ishinglarni yurg'izdirsanglar bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonga Faberlik kompaniyasi qonunan kirib kelganiga rovna 13 yil bo'ldi va sizlar bemalol mazza qilib o'z biznesinglarni telefon orqali yurg'izdirib, Instagramda ayollarimizni juda ham katta profillarni boshqarib million pul topishyapti. Sizlar ham xuddi shunaqa pul topsanglar bo'ladi va men sizlarga va Dilfuza opam bilan birgalikda ikkalamiz boshqa 44 ta davlat bilan ham ishlashni internet orqali o'rgatamiz. 44 ta davlat bilan ham bemalol Faberlik kompaniyasining orqasidan biznes qilishingiz mumkin. Hurmatli aziz muxlislarim, endi boshlaymiz. Qani zo'r bo'lib uyda o'tirib bemalol million topish mumkin ekan. Endi pulni begona qilmanglar. Aytasizlar, menga savol berasizlar-ku, Dilfuza opa qanaqa nima qilsam bo'ladi? Men sizlarga tavsiya qilyapman. Sizlar ham boshlanglar.